Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum Bozor va biznes kanalining qadrli obunachilari. Bugungi videomizda qup-quruq pechkabop o'tirlar narxini yoritib beramiz. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, manzil Farg'ona viloyati Buvayda tumani Yangiqo'rg'on shaharchasidan bo'lyapti. Dastavkalar kelishilgan narxda butun vodiy bo'yicha yetkazib berilaveradi aka. Shunday ham aka? Bu ham sizdanmi? Sizdan ekan. Bu aka qanaqa o'tin bu? O'rig'otin aka bu. O'rig'otin. Shuni pechkaga soladi, cho'q bo'ladi. Qancha qilib beryapsiz? 600 ming so'm. Kami? Bo'lish 600 ming. Bo'lishi 600 ming so'm. Dastavkasi qayergacha qilib berasiz? 10 kilometrgacha. Radius 10 kilometrgacha dastavkasi tekin ekan. Telefon raqami? 93lik. Ona bo'lasmi 93lik 207 207 57 95 95. 95 ga aloqaga chiqarsizlar. Shunaqangi quruq qattiq o'tin kerak bo'ladigan bo'lsa, bor ekan akamizda. Xo'sh, bunimiz esa stoldan chiqqan o'tin aka. Yong'oq, yana qanaqalari bor? Yong'oq chinor. Yong'oq chinor. Shuni pechkaga soladi, cho'q bo'ladi, xudo xolasa. Mana hammasi o'sha qattiq o'tin ekan. Qancha qilib berilyapti aka bu? 550. 550 ming. Kami? Ha, bo'lishi 550 ming so'm, dastavkasichi. 10 kilometrgacha. Radius 10 kilometrgacha tekin ekan. Telefon raqami? 33lik 615 615 71 71 ha? Aloqaga chiqaverasizlar. Bu qopdagilar qancha? Yo birorta bonusni qo'shib yuborasizmi? 50 mingdan. 50 ming so'mdan. Birorta bonus bo'ladimi? Yo'q, Bonus bo'laversin. Yangi yilga 2026-yilga. Bonus yo'q ekan, 50 ming so'mdan ekan. Bor aka, tagi. Tagi bor. Aka sizdanmi bu? Assalomu alaykum. Qancha ekan bu? Tuzimiz charchamayapsiz. Bitta yondirgan yangi yilga. Yondir. Qancha? 500 mingdan. 500 ming so'mdan. Qoyil mana. Sizdan qisqa 500. Bozor va biznesdan chiqdim desa, yong'oq o'tin ekan aka. Stoldan chiqqan. Qattiq o'tin, qatirdonlar 500 ming so'm. Ko'ryapsizlar, bizning kanaldan chiqqanlarga 500 ming so'm qattiq o'tin. Dastavkasi 10 kilometr. tekin ichida. Tekin. Tekin. Yana bor, xudo xolos. Hozircha shunaqa. Ha, gaz bor. Tagi bormi o'tinda? Ta'sirab. Tagi sirop Yo'q ekan. bo'lsa 20 ming so'm o'tira qo'shiladi 10 kilometrga. Ha. 520 ming so'm bo'ladi benzinda yursak. Ha, qolgan buni Andijon Namanganlarga yo'l transport Kelishgan. qo'shib bersa, borilaveradimi? Boraveramiz. 500 ming so'm kelaverasizlar. 500 ming so'mdan. Telefon raqami mana bularmi aka? Yo, o'nimi? O'sha. 99lik a? 997 53 88. Tasdonam 94lik. 94lik 097 53 88 ga aloqaga chiqaverasizlar. Arzoni shu yerda ekan. 500 ming so'm. Bunisi-chi? Bu ham shunaqa. Bunisi ham 500 ming so'm, ha? Meniki bu ham. Aha. Shu nomerda. Shu nomerda. Bu ham o'sha yong'oq ekan, aka. Ko'kteragi ham bormi? Bitta ikkita bor. Bitta ikkita bo'lishi mumkin ekan. Qolgani lekin aslida yong'oq ekan. Bularimiz-chi aka? Bu ikkalasini 1200 ming so'm qo'yadi. 1 million 200 ming so'm. Bitta pirojkovozda, chinor ekan-a bu? Bo'licha uzib qo'ydik. Ha, chinor, yong'oq, qayrag'och, olma aralash ekan. 1 million 200 ming so'm. Hozirgi nomerga aloqaga chiqilaveradi. Chiqilaveradi. Bunisi-chi? Bu ham mashinasi tirsep bor, mashinasi biroz keladi. 300 ming so'm. 1 million 300 ming so'm ekan. Kattaroq. Ha, bunisi kattaroq bo'lgani uchun 1 million 300 ming so'mdan. Bu tomonlardan bosib boraveradimi? Bu tomon meniki bu ham. Bunisi qancha? Bu ikkalasi 1 million 100 ming so'm. 1 million 100 ming so'm. Bu ham o'sha yong'oq aralash o'tin ekan. Ko'p asnoviy yong'oq ekan, aka. Yana bitta nomerda aytib yuboring aka. Bo'ldi. Mana shu nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar ekan. Bizning kanaldan chiqqanlarga kelishtirib beriladi. Qop qancha? 50 mingdan. Bitta qopi 50 ming so'm. 45 ming beraman. Bizdan chiqsa 45 ming so'mdan olib borib berishadi ekan, yaqin o'rtalarga, ya'ni Yangiqo'rg'on shu shaharchasi bo'yicha. Manzilni yana bir marta eslatib o'tib ketamiz. Farg'ona viloyati, Buvayda tumani, Dehqonobod, Yangiqo'rg'ondan bo'lyapti. Optim narxi. Dehqonobod deyman. Buvayda, Yangiqo'rg'ondan bo'lyapti.